Taqvosi bor mashinada har o'lardan millat olish. Muay Thai sport muxlislari, mana bu Surxondaryo viloyati Termiz shahrida ertangi bo'lib o'tadigan musobaqamizga sportchilarimiz, professional sportchilarimiz yig'ilgan bu yerga. Agar kimda agar mas'ul bo'lsa, savollari bo'lsa, bemalol mana shu yerga kelib murojaat qilishlaring mumkin. Mana bu yerga yig'ilib turgan sportchilarimiz hammasi professional Muay Thai ustasi. Xudo xolasa ertangi bo'lib o'tadigan musobaqamizga hammani lutfan taklif qilamiz. Birinchi so'z navbatini hozir At-Termiziy Fighting Championship'da organizatorni glavni boshqaradigan insoni mana Sherzod Aliqulovga beriladi. Avvalambor assalomu alaykum. At-Termiziy Fighting Championship ligasining birinchi turniriga yig'ilgan sport muxlislari, haqiqiy ashaddiy jang san'ati muxlislari. Biz o'z jamoamiz bilan yaxshi niyatda bir liga tashkil qildik va ushbu ligada O'zbekistonning eng yaxshi sportchilarini yig'dik. Xudo xohlasa ertaga sizlarga eng zo'r janglar ko'rsatadigan, shiddatli, qiziqarli holatlarni namoyish etadigan sportchilar shu yerga yig'ilgan. Xohlagan savollaringizni berishlaringiz mumkin. Marhamat, kimda savol bo'lsa, qaysi sportchimizga, qaysi nima uchun davom ettirib boshlaymiz. Qo'l ko'tarib savol berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Jafar Karimov, o'zingizni boyga mutlaq tayyorman deb o'ylaysizmi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana shu hurmat qilib kelgan ustozlarga, jangchilarga, hammalaringga katta-katta rahmat. Bu narsani tashkil qilgan akalarimizga, ustozlarimizga katta-katta rahmat aytamiz. Endi jangga keladigan bo'lsak, Xudo xolasa biz tayyormiz. Har doim, har daqiqa nastroyimiz beton. O'zimizni tayyor deb bilamiz. Undan keyin Xudo xolasa 1-avgustga Qirg'izistonga ham bo'yaganmiz, unga ham tayyormiz. Bizda hech qachon sopernik tanlash bo'lmagan. Kimni bersa, shu masalan Sherst aka, menejerimiz, ustozimiz Kamol aka kim bilan urushasan desa, o'sha bilan urushganmiz. Undan keyin ham urushamiz. Hech qachon zadni berish yo'q, faqat oldinga bizga. Ushbu anjumanda o'tkazishimizdan maqsad xalqimizga ushbu sport haqida qisqacha ma'lumot berish. Ushbu joyda o'tirgan barcha o'z sportini ustalari, sport haqida ekspertlar bosib kelgan yo'llari ham yaxshi joylarda urushgan sportchilar o'tiribdi. Qanaqa sport haqida savollaringiz bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Ma'lumotlarni berishga tayyormiz. Kimda qanaqa savol bor? Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Nasib xudo olsa kelgusi turnirlarda chet eldan bokslarni ham ko'ramizmi? Savolim shundan iborat. Bizning planimizda bor. Ushbu turnirda ham bir afg'onistonlik sportchimiz ishtirok etishi kerak edi. Jarohat olganligi sababli jangi bekor bo'ldi. Lekin keyingi turnirda albatta xalqaro nufuzda o'tkaztiramiz va buni ushbu ligani niyatlarimiz katta. Butun O'zbekiston bo'ylab keyingi turnirimizni Xudo xohlasa Samarqand viloyatida o'tkazdirmoqchimiz. Sababi Muay Thai vatani hisoblanadi O'zbekistonda, Samarqandda. Bizning qiziqishimiz butun O'zbekiston bo'ylab va xalqaro turnirlarni o'tkaztirish. Sababi Muay Thaidan professional liga, birinchi liga O'zbekistonda birinchi tur va birinchi turnirda guvohi bo'lib turibsizlar. Sizlar qo'llab-quvvatlashda davom etsalaring, dalshi davom etamiz biz ham rivojlanishda. Agar shamol bo'lsa, varrak uchadi. Bu shamol sizlarsizlar. Agar sizlar shu shamolda uchursalaring, biz varrak bo'lib yuksaklarga ko'tarilaveramiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Aka, siz professional MMA jangchisiz. Muay Thaidan qanday takliflar tushdi? Siz Muay Thaiga rozi bo'ldingiz. Assalomu alaykum hammaga. Men yo'nalishim MMA, Muay Thai to'g'risida yaxshi tushunmayman, lekin Muay Thai sporti juda chiroyli sport. Stoykada urushiladi. O'zim ham ko'p tomosha qilganman Muay Thai janglarini. Shuning uchun mana Sherzod akamizdan taklif tushdi.
xursand bo'lib qabul qildik. Xudo xolasa ertaga chiroyli jang ko'rsatamiz deb o'ylayman. Nastroy xudo xolasa zo'r, shunga yarasha jang bo'ladi. Rahmat. Ularni bo'ylarga kimdir va'da beradi, masalan, UFC'da Conor McGregor gapirib turgan. Muay Thai'da ham bironta hozir birinchi raunddami, ikkinchi raunddami urib, yiqitaman deb va'da beradimi? Yaxshi savol bo'ldi, lekin aynan единоборство jang yo'nalishidagi sportlarda bitta udar hal qilib qo'yadi. Yillab 10 yil, 20 yil shug'ullansangiz ham bitta udarni qattiq o'tkazib qo'ysangiz, hushingizga ketasiz, jang tugaydi. Shuning uchun hech narsa katta bo'lmaydi. Men yutqazib birinchi raundda tugatishim mumkin. Men yutib birinchi raundda tugatishim mumkin. Hammasi Allohdan. Tayyorgarlik bizdan bo'ladi, Xudo xolasa. Lekin nima bo'lganda ham qattiq jang bo'ladi, chiroyli jang ko'rsatamiz. Mehmonlarimiz yaxshi bayaslar Surxondaryoga tashrif buyurgan. Umurzoq Ergashevga savolim. Umurzoq Ergashev hamma taniydi. Manguda juda yaxshi jang ko'rsatib, bonuslarga ega bo'lganmaysiz. Sizga savolim, siz MMAchi bo'lib, sizga ham xuddi shu savol. Muay Thai'ni qanday birdan qabul qildingiz? Sizga birdan taklif tushganda Muay Thai professional Muay Thai'dan, masalan, sizni sherdogingizga masalan Muay Thai tabloidiga yengilgan mag'lubiyat tushib qolsa qo'rqmadingizmi? Yo yutgan yengilgan Muay Thai MMA tabloidiga Muay Thai kirishini qanday qabul qildingiz? Assalomu alaykum hammaga. Endi bizni menejerimiz At-Termiziy akamiz imkoniyat berdi. O'shani biz qabul qildik. O'zimizga MMA qo'layotgan o'zimiz sinab ko'rmoqchi edik. Biz qabul qildik. Inshaalloh chiroyli jang ko'rsatib, g'alaba qilamiz. Muay Thai'da ham o'zim sinab ko'rmoqchiman. Savol uchun ham. San'at saroyida bo'lib o'tayotgan Muay Thai'dan musobaqaga albatta chiqaman desa, hammaga omad, chiroyli bo'yni ko'ramiz degan umiddaman inshaalloh. Savolim Sherzod Aliqulovga, mana shu organizatsiya boshlig'iga. Mana bu faqat hozir At-Termiziy faqat Muay Thai yo'nalishidan ketadimi yo uni ichiga MMA, grappling ketadi? Mana buni hozir mana bu bayislarimiz ichida grapplingga kuchli bo'lgan bolalar bor. Mana Bozorov Saminjon degan bolamiz bor. Bu keyingi turnirlarda qo'shiladimi yo'qmi mana bu MMA yoki grappling? Savol uchun rahmat. Asosiy maqsadimiz ligamizning rivoji. Ya'ni nima uchun MMA bo'ladi? MMA bo'lganda ham o'zi butun dunyo tikka turib jang qilishga qiziqib qolishdi. Biz MMAda Muay Thai'lar orqali MMA janglar tashkil qilamiz. Sababi One FC degan tashkilot bor. Bilmaganlar uchun aytamiz, jang tashkiloti dunyoda 3-o'rinda turadigan MMA organizatsiyasi. O'sha MMA organizatsiyasida ko'proq Muay Thai'chilar jang qilganligi uchun o'sha darajaga yetib keldi. Dunyoning top 3-darajasiga yetib keldi. Biz ham xohlaymiz MMAchilar grappling ham o'z klassikasiga ega bo'lgan sport, lekin biz xohlaymiz At-Termiziy Fighting Ligasi ko'proq zarbalar ketma-ketligidan foydalanadigan sportchini olib kelish. Biz Umurzoq Ergashevni ham shu uchun olib keldik. Zarbalar ketma-ketligini qo'yishi uchun ertaga bu dushi UFC'da urush qiladimi, qaysidir katta ligada urush qilsa ham o'sha ligani talabiday tikka turib jang qilib berish uchun. MMA'da ko'plab kurashda davom etyapti janglar. Lekin kurashdan ko'ra tikka turib jang qiladigan sportchilarni MMA yo'nalishida At-Termiziyda ochamiz. At-Termiziy Fighting Championship Ligasi 2027-yilda MMA dan ham turnirlar o'tkaziladi. Hozircha bu yilga rejamiz yo'q. Keyingi savol Bozorov Saminjonga. Mana bu hozir faqat grapplinglarda kurashib yuribsiz, grapplinglarda chirashib yuribsiz. Hozir Muay Thai sohasida, agar siz Muay Thai sohasida nima bersa, sapernik bersa, bu qanday holat bo'ladi? Qanday holatda kechiriladi? Assalomu alaykum hammaga. Savol uchun rahmat. Endi Rukopashida MMAda trenirovka qilib yurganmiz. Muay Thai'da o'zim sinab ko'rmaganman. Rukopashida chiqib yurganman, musobaqalarda O'zbekiston chempion bo'lganman 6 marta. Muay Thai ham qiziq, taklif tushdi.
xudo xohlasa harakat qilamiz. Bir kunda 5 kilo vес taylab keldik. Bir kun ichida aytib o'rgan, bo'yga chiqish kerak edi. Sroshli qolgani uchun. Yaxshi, sopernikka ham omad tilaymiz. Rahmat savol uchun. Harakat qilamiz. Keyingi savolimiz Abdurazzoq Ramazonga bo'ladi. Ramazon yaqinda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida yaxshi nokautlar bo'ldi, tirsaklar ko'rdik, yaxshi chiroyli nokautlar bo'ldi. Bu musobaqada xudo xohlasa natijalarni qanaqa ko'ramiz? Assalomu alaykum hammaga. Inshaalloh ertaga san'atlar saroyida xohlasa Sapernikda festivalda ko'ramiz. Ertaga inshaalloh chiroyli legendarni jang qilishga harakat qilamiz. Maqsadimiz shu. Biz ko'ramiz chet ellarda Shingalkadan Muaytay, Arqonodan Muaytay bo'ladi. Aslida olsa bizda ham bo'lib o'tadimi shunday yo'q. Faqat Chetokda bo'lib o'tadi janglar. Biz shuni e'lon qilmoqchi edik. Ligamizning maqsadi tramplin bo'lib berish. Tramplin bu ko'pchilik biladi, yuqori joylarga chiqish uchun zinapoya bo'lib berish. Biz ushbu zinapoyadan sportchilarni to'g'ri foydalanishga yordam beramiz. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, dunyoning top ligasi One Championship bilan hozirda At-Termiziy Management kompaniyamiz bor. O'sha menejerlik kompaniyamiz to'g'ridan to'g'ri shartnomamizga ega. Biz sportchilarni ushbu At-Termiziy Fighting ligasida jang qildirib, to'g'ridan to'g'ri One FC ga o'tkazdirmoqchimiz. One FC dagi bo'ylar barchaga ma'lum MMA shingalkasida bo'lib o'tadi. Biz ham o'zi tayyor bo'lgan sportchilar bor. Biz xohlab turgan o'sha One FC da keyingi bo'yini olib ketadigan sportchilar bor. Misol uchun Samarqanddan Qurbonov Orzu, Abdurazzoq Ramazon, Hakover yaxshi sportchilar bor. Ushbu sportchilar o'rtasida Sunnat Jahon chempioni 2026-yilda jahon chempioni Malayziyada bo'lib o'tgan yaxshi sportchilar bor. O'sha bir qadam qolgan. Biz tayyor. Prosta biz ularga turtki bo'lib berishimiz kerak. O'sha bir qadam. Bugungi bo'ydan keyingi bo'y o'sha dunyoning top ligalarida urush qilish imkoniyatiga ega bo'ladigan sportchilarimiz bor. Biz shularga MMA shingalkada jang qilish imkoniyatini beramiz. Biz shu yo'lga qo'ydik. Bu MMA shingalka nima uchun ruxsat beryapsizlar deganga sabab manziliga tezroq yetib boradi. Ya'ni perchatkada 3 ta jang 3-0 rekordga ega bo'lgan sportchi bo'lsa, MMA shingalkada 1-0 lik sportchi uzoqroq joyga boradi. Bu Muay Thai pravilada. Hammaga rahmat. Oğlum sözün alıp bilip gelelim. Hozir burada faqat kuchlilar o'tiribdi, kuchli jangchilar. Keyingi turnirda debyutant bolalarga ham imkoniyat berasiz. Debyutant bolalar hozir ham urushyapti. Prelims kartda debyutant birinchi imkoniyat. Hozir bizda Lvivskiy darajasi xalqaro toifadagi sport ustasi. Lekin professional rekordi debyut bo'ladi. Sunnat Samarqandlik. Biz undan professionalni zo'r natija kutamiz, xudo xohlasa. Shu uchun olib keldik shu bolani. Nasib bo'lsa, havaskorlarda pik darajaga yetib bo'lgan jahon chempioni, xalqaro toifadagi sport ustasi bo'lgan bolani hozir professionaldagi jangini tomosha qilishga xudo xohlasa ko'ramiz. Lekin debyut bolalar ushbu turnirda ham, keyingi turnirlarda ham jang qiladi. Debyutlarga imkoniyat bor. Assalomu Alisher aka, faqat siz MMA da urushib yurgansiz, Muay Thai hozirgi Sapernigiz Muay Thai, chisi professional Muay Thai. Mana kuni kecha Xitoyning Guangzhou shahrida bo'lib o'tgan musobaqalarda o'zga o'rinlarni yaxshi natijalar qo'lga kiritib keldi. Bu siz bu bilan ishlagan vaqtingizda shunday qiynalib qolmaysizmi? Muay Thai'da bu jang taklif qilganda shu Sapernigim yaxshiligi uchun qabul qilganman. Slavi Sapernik bo'lganda qabul qilmasdim to'g'risi. Tayoq yesak ham, yutsak ham zo'ri bilan urishak. Hammasi Allohdan endi. Assalomu Bu savol endi Bozorov Samijonga. Asosiy bazasi Bozorov Samijonga emas. Karim Abdrahimovlar bilan Tojikistonlik bokschilar bilan birga turmoq qiladi. Lekin Muay Thaidan chiqishdan maqsad nima? Baza emas-ku. Tojikistonlik bokschilar bilan turmoq qiladi. Maqsad nima? Assalomu alaykum.
Yaxshi savol, rahmat do'stim savol uchun. To'g'ri, MMA'da shu Karimlar bilan shu trenirovka qilamiz Toshkentda birga. Avvaldan Karim 10 yildan beri Karim Madraximov bilan birga bitta zalga trenirovka qilganmiz. Bundan 10 yil oldin u vaqtda chempion bo'lamasdi, lekin normalniy sportga avvaldan o'z yo'nalishimiz MMA'da bo'lgan. Birga trenirovkani boshlaganmiz. Yaxshi bola, yaxshi sportchi. Endi taklif tushdi. Shu srochniy bir kun ichida men ham bir o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Sapernik ham yaxshi, yomon emas. Moytaydan jang o'tkazmaganmiz. Birinchi jangimiz, xudo xohlasa harakat qilib yaxshi natijalar. Rahmat savol uchun. Savolim Narimov Jafarga. Mana shu ligani g'alabni fight kartida urishyapsizlar. Agar ertaga xudo xohlasa mana Sherzod Aliqulov hozir aytdi. MMA qo'shiladi inshaalloh, xudo xohlasa MMA'ni qo'shamiz deyapti. Agar ertaga qo'shilgan taqdirda Alisher aka MMA'da urishamiz desa, bo'ldi primat bo'ladimi, yo'qmi? Aytganimdek, bizda sapernik tanlash yo'q. MMA'da hozir media bayaslar asosiy rol o'ynayapti-ku. Biz media bayas bo'ladimi, dastoyni bayas bo'ladimi, o'zimizda 66 kilogramda Oktagon ligadami, mangida urush yurgan jangchimi, Eysada urushganmi, kerak bo'lsa UFC'da urushgan jangchi bo'lsa ham At Termiziy ligasiga kelsin, qabul qilamiz hech bir. Qaytish yo'q. Odilanchilar. Ushbu javobdan kelib chiqqanda At Termiziy ligasini UFC darajasiga yetkazdiradigan jangchi bo'lishmi endi maqsad yoki xo'roz katagida qichqiradi deganda javob bo'ldimi? Savol berasizda. Endi hamma o'zini hal qilsa, ko'chada urushgan bola bilan zalda turmoqqa qo'ygan bola farqi bor-da. Misol, oddiy ligalarda urushib yurgan bola UFC'ga chiqsa, qanaqadir o'zida hayajon bo'lib, nima deydi, o'zini yo'qotib qo'yish darajasiga borishi mumkin. Lekin men misol UFC darajasida jangchi bilan o'zimni ligamda urishsam, men Oktagonni o'zimnikidek his qilaman. Ergash Umurzoq, nasib bo'lsa keyingi jangingizga MMA'da omadlar tilayman. Savolim shundaki, sizga berilgan Muay Thaidan jang qabul qilishingiz sizga qanday ta'sir qildi? Yana trenirovka jarayonida, mashg'ulotlarda travmalar bo'ldimi, yo'qmi? Endi stoykani to'g'rilash maqsad Muay Thai'da urishib, yana hamda professional Muay Thai'larga chiqib o'zimizni sinab ko'rmoqchimiz. Travmalar yo'q, xudo xohlasa. 22-avgust inshaalloh mana bilan 4 urishamiz. Men savolim Qurbonov Orzuga. Siz ertangi professional bo'yingizda birinchi raundda nokaut qilishingizga ishonasizmi? Assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Endi nokaut qilish hammasi Xudodan, biz sababini qilganmiz. Rahmat savol.